Navbatdagi manzil Qashqadaryo viloyati. Biz bu yerga transport xizmatidan foydalangan holda yetib keldik. Iqtisodiyotning eng samarali va tez fursatda natija beradigan yo'nalishlardan biri bu xizmat ko'rsatish sohasidir. Yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Qashqadaryoda ham ushbu sohani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2024-yilda Qashqadaryoda xizmatlar hajmi 43,2 trillion so'mni tashkil etdi. 2025-yilga ham juda katta marralar olingan, ya'ni bu raqamlarni 54,3 trillion so'mga yetkazish ko'zda tutilgan. Demak, biz Qashqadaryo viloyatida aynan xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan loyihalarni birgalikda ko'ramiz va yaqindan tanishamiz. Mamlakatimiz iqtisodiy ko'rsatkichlarida xizmatlar sohasining ulushi yildan yilga ortib bormoqda. Bu servis tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha yaratilgan sharoit va imkoniyatlar, qolaversa, tijorat banklari tomonidan ayni yo'nalishdagi istiqbolli loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash borasida yo'lga qo'yilgan samarali ishlar natijasidir. Har bir viloyatning servis imkoniyatlari o'rganilib, hududlar ehtiyojiga mos istiqbolli biznes loyihalar faol qo'llab-quvvatlanmoqda. Qashqadaryo viloyatida ham xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun katta salohiyat va imkoniyat mavjud. Farovon hayoti ta'minlanadi. Navbatdagi manzil G'uzor tumani Dashtobod mahalla fuqarolar yig'ini. Biz bejiz bu manzilga kelmadik. Bu yerda ham bir qator xizmat ko'rsatish obyektlarini qurish rejalashtirilgan. Aholi asosan dehqonchilikdan daromad oladi. Dashtobod pomidori nafaqat yurtimizda, balki qo'shni mamlakatlarda ham mashhur. Davlatimiz rahbarining dehqon xo'jaliklari tashkil etishni qo'llab-quvvatlash orqali aholi daromadlarini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori dashtobodliklar uchun yana bir katta imkoniyat bo'ldi. Foydalanmay bo'sh turgan 98 gektar yer 224 nafar fuqaroga bo'lib berilib, dehqon xo'jaliklari tashkil etildi. Bizda 7 yoshdan 70 yoshga davr bekorchi odam umuman yo'q. Hozirgi kunda kambag'alimiz ham yo'q. Prezidentga rahmat, mana shuncha 300 gektardan ko'proq yer bergan, 150 dan ziyod odam ish bilan ta'minlangan. 1 yil, 2 yil ichida qishlog'imiz umuman o'zgardi. Qishlog'imizga bolalar bog'chasi, yangi maktab, bundan eng zarurlardan bittasi plyonka sexi ochib berdilar. Uni yonida bizga juda zarur bo'lgan mana o'g'itlar, ximikatlar bizlar qayerlardandir borib olib kelib bir kun ikki kun vaqtimiz ketardi. Bizda hozir shahardan qoladigan joyimiz yo'q. Hamma ish bilan band. Dashtobod mahalla fuqarolari yig'inida ham xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha bir qator loyihalar ishlab chiqilgan. Logistika xizmatlari taqdim etiladi va bu yerda avtoturargoh, bozor, dam olish va ovqatlanish shoxobchasini qurish ham rejalashtirilgan. G'uzor tumani Dashtobod mahalla fuqarolar yig'inida 3414 ta aholi yashaydi. 837 ta oila bor, 538 xonadonimiz bor. Dashtobod mahallasining umumiy maydoni 400 gektar. O'shandan 200 gektariga dehqonchilik qiladi xonadonda. Dashtobod mahallamizga pomidor ekiladi. O'sha pomidorimiz erta chiqish uchun yer pomidorlari 2 qavatli plyonkasiga ekiladi. Uyinayda tayyor bo'ladi mahsulotimiz. Surxondaryo viloyati, Buxoro, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo viloyati o'zlari. Navoiy viloyati bor. Bundan mahsulot olib ketadi. Buni hammasi bizlarda kelish sababi yer pomidori birinchi chiqadi. Bu yer pomidori o'zini bir ta'mi bilan, tabiiyligi bilan shu vaqt talab kuchli bo'ladi-da. Yana bu urug'lar saralangan Gollandiyaning urug'idan ekiladi. Rejalarimiz kelajakka mana ishlab chiqarish pomidorlarni qayta ishlash rejalarimiz bor. Eksportga chiqish rejalarimiz bor. Buni hammasida shu xalqni daromadini oshirish maqsadida. Bugungi kunda mahallada ishsiz ehtiyojmand oilaning o'zi yo'q, hamma boy badavlat, farovon baxtli hayot kechiryapti desak mubolag'a qilmaymiz. Pomidorni qayta ishlash korxonasi, xizmat ko'rsatish shoxobchalari, qulay shart-sharoit yaratish, mahallani eng obod mahallaga aylantirish hamda bozorlar to'kinligini ta'minlashga hissa qo'shishdek katta niyatlarni diliga tukkan dashtobodliklar yaratilgan sharoitlardan yanada ruhlanib mehnat qilishyapti.
Jamiyatda ta'lim mavzusi har doim dolzarb bo'lib kelgan, ayniqsa ta'lim sohasida uni yanada sifatli va innovatsion bo'lishiga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirilayotgan hozirgi paytda. Maktab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan obyekt. Bu yerda bolalarni o'qitish va tarbiyalash jarayoni amalga oshirilmoqda. Shu sababli xalq ta'limi mavzusi ota-onalarda doimo qiziqish uyg'otadi. So'nggi vaqtlarda ota-onalar o'z farzandlarini xususiy maktabga berishga intilayotgani ko'p eshitilmoqda. Ular buni sifatliroq ta'lim va qulay sharoitlar bilan izoh berishmoqda. Bugun yurtimizning chekka hududlarida ham xususiy ta'lim maskanlari faoliyat yuritmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Qashqadaryoda xususiy maktablar soni 283 dan, ularda ta'lim olayotgan o'quvchilar soni 7418 nafarni tashkil etmoqda. O'zor tumanidagi Garvard School maktabi shular jumlasidan. Yaqinda ish boshlagan ushbu ta'lim maskanida o'quvchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Hozirgi kunda sifatli ta'lim xizmatini yaratish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Biz ham umumiy loyiha qiymati 3 milliard so'mni tashkil etgan Garvard School xususiy maktabini tashkil etdik. Bu maktab tashkil etishdan maqsad o'quvchilarga sifatli ta'lim berish. Hozirgacha 25 ta yangi ishchi o'rin yaratildi. Maktab sig'imi 200 o'rindan iborat. Hozirda 120 dan oshiq o'quvchi maktabni tahsil olishadi. Maktabimizda matematika, ingliz tili, rus tili, robototexnika fanlari chuqurlashtirilgan holda o'tiladi. Sport to'garaklari, o'yin maydonlari, 3 mahal issiq ovqat va barcha fanlar qiziqarli ravishda o'tilishi tashkil etilgan. Umuman hududlarda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlardan aholi ham mamnun. Xalqning farovon yashashi, turmush tarzini yaxshi tomonga o'zgarishi, yoshlarimizga berilayotgan imkoniyat, qariya nuronlarimizga yaratilayotgan sharoitlar hammamizni xursand qiladi. Shularni misol qilib o'tadigan bo'lsak, mana prezidentimizni bevosita rahbarliklari ortida tadbirkorlik subyektlariga, ayniqsa o'rta va kichik biznesni rivojlantirishga bo'layotgan e'tiborlar G'uzor rayonida o'zining katta samarasini bermoqda. Tumanimizda mana xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilmoqda. Mana hozirgi turganimiz ham mana shu tadbirkorlik subyekti bo'lib, G'uzor xalqining qancha farzandlari bilim olib tarbiya olyapti. Mana shunday sharoitlardan juda minnatdor bo'lishimiz kerak. Bitta maktablar misolida oladigan bo'lsak, maktablarda biz men 61-yilda 1-sinfga borganman. Qishloqda bir xonadonda uyda bitta xonasini olib, 14 ta bola 1-sinfga o'qishni boshlaganmiz. Hozirga kelib qarasangiz qanday shinam, hamma sharoitlar bor, texnologiyalar bilan ta'minlangan, kutubxonalari butun kitoblar bilan to'la bo'lgan. Shu bilan birga mana kompyuterlarda ham kitob o'qish mumkin. Hamma sharoitlar yaratilgan. Prezidentimiz faqat xalqimiz uchun yaratilayotgan sharoitlar bilan qiziqyapti. Yana bitta misol, mana yosh kitobxon ko'rik tanlovini tashkil qildi u kishi. Bitta fikr esimga qolgan. Farzandlarimga mashina berib bo'lsa ham o'qitaman deganlar kishi. Mana shu narsa hayotda isbotini topadi. Mana bu yildan qarang, har bir yosh sohasida 2 tadan yoshga masalan taqdirlash marosimi bo'lyapti. Bu narsa mana shu ongimizda, yoshlarimizni ongini o'stirishga, kelajakda bilimli, mana shu qancha ota-bobolarimiz bilimli bo'lgan Beruniylar, Xorazmiylar, Ulug'beklar chiqadigan yurt bu. Albatta men shunga ishonaman. Ularning davomchisi albatta bizni yurtimizdan chiqadi. Ayniqsa G'uzor Davlatimiz tomonidan yaratilayotgan sharoit va imtiyozlar tijorat banklarining moliyaviy ko'magidan ko'zlangan maqsad esa ana shu mavjud imkoniyatdan samarali foydalanishga zamin yaratadi.